Ichki ishlar tizimida ma'naviyat oyligi davom etmoqda. Oylik doirasida viloyat qo'riqlash boshqarmasida ham davra suhbatlar, uchrashuv va ma'rifiy kechalar tashkil etilmoqda. Boshqarma xodimlari va ularning oila a'zolari viloyat qo'g'irchoq teatrida bo'lib, Toptalgan tuyg'u spektaklini tomosha qilishgani esa alohida esda qolarli bo'ldi. Teatr Ibratxona oilaviy jamul-jamlikda teatrga kelish esa xonadonlardagi barqaror ijobiy ma'naviy muhitni ta'minlashga ota-ona, er-xotin, tug'ishganlar munosabatida muhim ahamiyat kasb etadi. Qo'riqlash boshqarmasi xodimlar o'z oila a'zolari bilan viloyat qo'g'irchoq teatrida bo'lishganida buni yurakdan his qilishdi. Ma'naviyat oyligi doirasida tizimda xizmat qilayotgan xodimlarning oila a'zolari hamda farzandlari uchun Navoiy shahrida joylashgan viloyat teatrida Toptalgan tuyg'u nomli spektakl namoyishi tashkil etildi. Ushbu spektakldan tashkil etilishidan asosiy maqsad xodimlarning bo'sh vaqtlarini yanada mazmunli tashkil etish hamda ularning farzandlarini ma'naviy barkamol qilib voyaga yetkazishdan iborat. Ushbu spektaklda xodimlarimiz oilada erkakning roli, er va xotin munosabatlari hamda farzand tarbiyasi bilan bog'liq o'zlari bilmagan jihatlarni bilib oldilar. Bunday tadbirlarimiz viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda. Dramaturg Xola Xursandovning Toptalgan tuyg'u asari asosida viloyat qo'g'irchoq teatrining bosh rejissyori Akmal Shodiyev tomonidan sahnalashtirilgan spektakl oiladagi xiyonat, hokisor ayolning yerga urilgan hislari haqida. Bir so'z bilan aytganda, mazkur spektakl tomoshabinga oila muqaddas ekanligini, erkakka jufti haloli bo'lgan ayoli yaratganning omonati va uni asrash lozimligini uqtiradi. Ko'ngillardagi sof va yuksak tuyg'ularni uyg'otishga xizmat qiladigan Toptalgan tuyg'u spektakli qo'riqlash boshqarmasi xodimlari va ularning oila a'zolarida katta taassurot qoldirdi.